Masalan, birinchi elektrolizyorda 1 mol, ikkinchi elektrolizyorda 2 mol mis 2 sulfat bo'lgan eritmalar orqali 4 faradiy tok o'tganda katodlarda osilgan moddalar massalalarini grafikda aniqlang. Bu masalaning yechimiga hech qanday e'tiroz yo'q, faqatgina biz o'zimizni bilan bu masalani ishlab qo'yamiz. Demak, birinchi holat, demak 1 mol nima o'tgan? 1 mol mis sulfat bor ekan. Demak, bu uchun sarflangan nimani hisoblaymiz? Zaryadni. Demak, Q, demak mis uchun sarflangan. Demak, nima bo'ladi bu? 1 ko'paytirilgan 2 bo'ladi. Demak, 2 farad zaryad sarflangan ekan, 2 faradiy. Endi bundan keyin suv elektrozi bo'lish boshlaydi. Demak, suvga katodda H2 ajralib chiqadi. Demak, Q H2 uchun sarflangan zaryad, demak 4 minus 2, demak 2 faradiy bo'lib qoladi. Endi buni misli molini topsak, demak qaytarish reaksiyasi o'tamiz. Demak, plus E, demak H2 bo'lsa bu. Demak, bu 2 bo'ladi. Demak, bu M mol bo'lsa, bu 2 mol bo'ladi. Demak, 2 ko'paytirilgan 1 zaryadi teng bo'lib qoladi bu 2 faradga. Demak, n barobar, demak 1 mol vodorod ajratilgan bo'lar ekan. Demak, 1 mol misi 1 mol vodorod. Demak, jami massa barobar bo'ladi 64 plus 2, 66 gram bo'ladi. Ikkinchi holat, endi 2 mol mis. Demak, Q hisoblasa 2 mol mis ko'paytirilgan 2 ion zaryadi. Bu 4 farad bo'lib qolar ekan. Demak, bu jamisi jami zaryad misni elektroliz sarflangan. Shuning uchun n barobar bo'lib qoladi 64 ko'paytirilgan 2, 128 gram bo'lar ekan. Keyingi masalaga o'tamiz endi. Ikkinchi masala. 458,7 gram suvda 70,3 gram natriy sulfat va kadmiy sulfat aralashmasi eritildi. Kadmiy baton ajratib olish uchun eritmadan 2 amper kuchga ega bo'lgan tok 24,5 sekund davomida o'tkazilgan bo'lsa, aralashmadagi tuzlarning massalarini aniqlang. Demak, yechimga qaraymiz. Demak, yechimda reaksiya tenglamasini yozgan bular. Demak, kadmiy achilyapti. Lekin nazariyaga nima degan? 141-42 betlarda. Demak, kadmiy nimaga kiritilgan? O'rtacha aktiv metallarga kiritilgan. Endi o'rtacha aktiv metallar bilan kislorod kislota qoldiqlar reaksiyasida nima chiqishi kerak edi? Katoddan metal va vodorod. Qo'yish nazariyaga asosan mana bu yerda bu reaksiya xati yozgan bular. Demak, bu yerda vodorod ham chiqishi kerak edi, H2. Demak, negadir mualliflar demak o'zi yozgan nazariyani o'zi rad qilib, bu yerda faqatgina kadmiy chiqargan. Demak, masala shartiga hech bo'lmasa nima deb yozish kerak edi? Demak, jami tok kadmiyni elektroliziga sarflangan yoki suvni elektroliz hisobga olmaydigan shart qo'ysa edi, demak bunday qilib ishlasa bo'ladi. Lekin bu laboratoriyada, real sharoitda bu yerda albatta vodorod ham ajralgan bo'lar edi. Shuning uchun bu reaksiya xato. Demak, o'zi nazariyasini o'zi rad qilgan bu. Demak, buni yechimini baribir demak ideallashtirib, suvni elektroliz bo'lmaydi hisoblab, biz ham shu masalani qaytadan ishlaymiz. Demak, bu osongina ishlanadigan masala bu. Demak, tashqi zanjirdagi zaryadni kadmiyni nimasiga sarflaymiz? Elektrolizga sarflanadi. Undan keyin nimaga? Demak, natriy chiqmaydi uchun faqatgina suv elektroliz bo'ladi. Shuning uchun biz natriyni kadmiyni ajratib olish uchun kerak bo'ladigan elektr zaryadi hisoblasak yetarli bo'ladi. Chunki undan keyingisiga suv elektroliz bo'ladi, natriy baribir katodga chiqmaydi. Demak, kadmiyni ajratib olish uchun nima bilamiz? Kadmiy ekvivalentli, demak, n mol ajralgan bo'lsin bu. Demak, n ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 96,500 teng bo'lib qoladi tashqi zanjirdagi zaryadga. Demak, 2 ko'paytirilgan 24,125 bo'lib qoladi. Bu yerdan n barobar bo'lib qoladi 0,25 bo'lar ekan. Endi massa hisoblaymiz endi. Kadmiy SO4 ni molini aniqlagandan keyin kadmiy SO4 teng bo'ladi 1/4 moli ko'paytirilgan kadmiy molar massasi 112 plus 0,25 1/4 deb yozsak hisoblash osonroq bo'ladi, plus 64. Demak, 1/4 ga bo'lib keyin qo'shsak 52 gram chiqadi bu. Osonroq hisoblanadi bu. Endi
natriy 2 ni hisoblaymiz. Demak 73,3dan nimani ayiramiz? 52 ni ayiramiz. Demak barobar bo'lib qoladi. 21,3 gram natriy sulfat bor ekan. Keyingisiga o'tamiz endi. Uchinchi masala. 200 ml 0,1 molyarli mis nitrat va 300 ml 0,1 molyarli kumush nitrat eritmalarining aralashmasi 4 amper tok kuchi bilan 965 sekund davomida elektroz qilindi. Elektroz tugagandan keyin eritmadagi tuzning massasini toping. Demak, oldin kumush passiv metal bo'lgani uchun oldin elektrozladi, undan keyin mis elektroz bo'ladi. Shuning uchun demak oldin kumushni elektrozini to'liq tugatib, keyin misni qancha qismi elektroz bo'lganini aniqlashimiz kerak bo'ladi. Endi bu yechimda demak jiddiy bitta kamchiligi bu. Demak mana bu yerda qarang 3 amper, keyin bu nimada bu? 1 amper. Demak, bular amperlarni bo'lib qo'yilgan. Demak, amper bu tok kuchi. Demak, sekundiga o'tadigan zaryad miqdori. Endi sekundiga unga qancha bunga o'tgan zaryadni ish sal g'alati bu. Endi bu juda kulgili holat bu. Demak, bilmadim, bu fizikani yaxshi tushunmagan odamlargina ishi bo'lishi mumkin bu nimani tok kuchini bo'lish. Demak, tok kuchini emas, zaryadni bo'lish kerak edi. Demak, buni qaytadan ishlaymiz endi. Demak, oldin ularni molini to'g'rilamiz. Demak, mis nitratni molini. Demak, barobar bo'ladi 0,3 ko'paytirilgan, ya'ni 0,2. Bunisini olib qo'yishgan, bu 0,2. 0,2 ko'paytirilgan 0,1 barobar bo'ladi 0,02 bo'ladi. Endi kumush nitratni molini topamiz. Demak, bu nima bo'ladi? 0,3 ko'paytirilgan 0,1. Demak, 0,03 bo'lib qoladi. Shajm bilan molyarni ko'paytirdik-da, 0,03 bo'lib qoladi. Endi tashqi zanjirdagi zaryad hisoblaymiz. Demak, bu tashqi barobar bo'lib qoladi 4 ko'paytirilgan sekund. Qancha? 965 ekan. 4 ko'paytirilgan 965. Demak, bu barobar bo'lib qoladi 3860 kulon bo'lib qoladi tashqi zanjir. Demak, bu oldin kumush to'liq elektroz bo'lgandan keyin mis elektroz bo'ladi. Demak, kumushni uchun sarflangan elektr zaryadini topamiz endi. Nima deymiz endi? 0,3 ko'paytirilgan kumushni ion zaryadi 1 ga teng ko'paytirilgan 96500 barobar bo'ladi. Demak, nimaga teng keladi? 3860 ga. 3860 ga. Yo'q, bu 2000 ko'paytmasi xato yozamiz. Demak, kumush uchun qaytadan yozaylik shuni. Demak, kub kumush deb yozaylik, ana beri A ga aniqroq bo'lsin. Demak, kub kumush uchun sarflangan zaryad hisoblaymiz. Nima bo'ladi u? 0,03 ko'paytirilgan kumushni ion zaryadi 1 ga teng ko'paytirilgan 96500. Demak, bu barobar bo'lib qoladi 2895 bo'lib qolar ekan. Demak, 2895 kulon. Demak, kumushni elektroz uchun sarflangan. Endi misni elektroz uchun sarflangan nimani aniqlaymiz? Zaryadni. Demak, ku mis uchun sarflangan zaryad. Demak, jamisi qanchada? 3860 ayiramiz 2895. Nimadan? Kumush uchun sarflangan zaryad miqdorini. Bu 965 bo'lib qolar ekan. Endi 965 kulon, demak, zaryad bilan qancha mis elektrozi bo'lishini aniqlaymiz. Demak, n mol elektroz bo'lsin, n ko'paytirilgan nima bo'ladi? 2 ko'paytirilgan 965 barobar bo'ladi 96500 barobar bo'ladi 965 ga. Bu yerdan n barobar bo'lib qoladi 1 taqsim 200. Demak, bu ham barobar 0,05 bo'lib qoladi. Demak, 0,1005 mol demak misli bo'lgan ekan, elektroz bo'lgan ekan. Endi jamisi qancha edi uni? Mana buncha edi. Demak, ikkovini ayiramiz endi. Delta demak n mis. Demak, oldingi zaryadi bunday qilib qo'yaylik. 0,5
qancha edi? 0,2 edi. Ayiramiz 0,05 ni. Demak, bu nima bo'lib qoladi? 0,015 bo'lib qoladi. 0,15 bo'ladi bitta. 0 bo'ladi. Endi xo'sh, mana bu qolgani. Demak, endi buni nimasini topamiz? Massasini topamiz endi. Biz NO2 barobar bo'ladi 0,015 ko'paytirilgan molar massasi buni. Ya'ni bizniki 64 plus buniki 62 ko'paytirilgan 2 124. Demak, bu ham barobar bo'lib qoladi 2,82 gram. Demak, tuz qolgan ekan. Demak, keyingisiga o'tamiz endi. 4-masala. Xo'sh, 4-masala. Mis nitrat 600 gram 12% eritmasi elektroliz qilinganda anodda 29,55 litr 0 gradusli 101,3 kilopascal demak gaz ajraldi. Elektrolizdan so'ng eritmadagi modda massa ulushini demak prosentda aniqlang. Xo'sh, demak bu yechimi ham baribir o'sha oldingida ishlangan, faqatgina bitta e'tirozlik juda nima bu? E'tirozlik joyi bu masalaga. Demak 4 mana bunga qarang. Nima degan? Eritmaning og'irligini aniqlang degan. Demak, qolgan eritmaning og'irligini aniqlang. Bu yerda endi eritmaning massasini topamiz degan. Xo'sh, demak masala muallifi og'irlikdan massani bir xil o'lchov birligi deb o'ylaydi. Lekin og'irlikni so'ragandan keyin bu nima bo'ladi? Bunga ko'paytirib newtonda chiqarish kerak edi. Og'irlik kuchi ta'sirida bu og'irligida newtonda o'lchanadi, massa grammda o'lchanadi. Demak, bu og'irlikni so'rab yana nimada? Demak, grammga chiqargan. Demak, bu fizikadagi oddiy demak massa bilan kuch orasidagi farqni adashtirib yuborgan. Demak, masala muallifi demak og'irlik emas, bu yerdan massa so'ralishi kerak edi. Agar og'irlik so'rasa, undan newtonga chiqarish kerak edi buni. Demak, bu demak jiddiy kamchilik. Demak, og'irlik emas, massani so'rash kerak edi. Demak, endi buni ham qaytadan ishlaymiz o'zimiz. Demak, oldin mis nitratni oldin topamiz endi. Demak, bu barobar bo'lib qoladi. Demak, 600 ko'paytirilgan 0,12 bo'lingan molar massasi demak 64 plus 124. Demak, qo'shsak bu 188 bo'ladi. Demak, 72 taqsim 188. Bu ham taxminan 0,8 mol bo'lar ekan. Yana bitta ikkita nima son olsak, aniqligi oshaveradi. Endi shu ham yetadi hozircha aniqlik uchun. Endi keyingisi misli molni nimani kislorodni molni aniqlaymiz. Demak, kislorodni mol. Demak, bu 0 gradus 1,3 kilopascal bu normal sharoit bo'lgani uchun demak me'dalik klabiron tenglamasi emas, ishlatish shart emas. Buni nimaga bo'lib qo'ysak bo'ladi? 29,55 ni va 22,4 ga bo'lib qo'ysak yetarli bo'ladi. Demak, bu 1,32 mol bo'lar ekan. Endi o'sha mis nitratni elektrolizini yozamiz endi. NO2 plus H2O. Demak, nimada? Elektroliz. Demak, nima ajraladi? Mis plus O2 plus HNO olsa bo'ladi eritmada. Mis cho'kma, kislorod gaz. Endi tenglashtirsak reaksiyani. Demak, bunga 2 qo'yish kerak. Demak, bitta bu bir taqsim 2 qo'ysak, reaksiya tenglashar ekan. Demak, bu nima bilan 0,8 bo'ladi. Demak, bu ham 0,8 bo'lib qoladi. Bu 0,19 bo'ladi. Bu ham 0,2 barobar ko'paysa 0,76 bo'lar ekan. HNO3. Endi demak, jami kislorod 1,32 mol edi. Demak, sarf ana bu yerda hosil bo'lgan qanchadir? 0,19. Demak, ana endi suvni elektrolizi uchun demak qancha kislorod ajralib chiqqanini aniqlashamiz. Demak, delta N O2 demak barobar bo'lib qoladi 1,32 minus 0,19. Demak, bu ham barobar bo'lib qoladi. Ayirsak 1,13 mol kislorod nimadan ajralgan bo'ladi? Suv elektrolizdan ajralgan bo'ladi. 113 mol. Endi suv elektrolizini yozamiz endi. H2O demak H2 plus 1 taqsim 2 O2. Demak, bu 1,13 mol bo'lsa,
Demak bunisi nima bo'ladi? 2,26 mol suv bo'ladi. Endi eritma massasini topamiz endi. Demak m eritma 2 deylik. Delta degancha, demak m eritma 2. Demak bu birinchi holatdagi eritma 600 gram edi. Demak ikkinchi holatdagi eritmani endi massasi topishimiz kerak. Nima deymiz endi? 600 minus ana endi nimalar chiqib ketgan eritmadan. Demak mana bu yerdan mis chiqib ketgan. 0,38 mol. Demak bu massasi nima bo'ladi? 64 ko'paytirilgan 0,8 bo'ladi. Minus nima chiqqan keyin? Bu yerdan 0,19 mol kislorod chiqqan. Demak 0,19 ko'paytirilgan 32. Minus mana bu yerda suv elektroz bo'lib parchalanib ketgan. Demak 2,26 ko'paytirilgan 18 deymiz. Demak barobar. Demak bu jamasi hisoblasak 528,92 gram bo'lar ekan. Endi eritmadagi modda massa olishini toping deb mana bu. Demak buni massa olishi demak H-no'sh bo'ladi eritmaga qo'ygan. Demak barobar bo'ladi molda 0,70 mol. Demak molar massasi 63. Demak bo'lingan 528,92. Bu ham barobar bo'ladi 0,091 taxminan. Demak bu 9,1% bo'lib qoladi taxminan. Keyingi masalaga o'tamiz endi. Beshinchi masala. Demak bu diagonal usulda ishlatilgan. Endi bu yerda diagonal usul qanchalik o'rildi? Javobi to'g'ri chiqqan. Bu nima algebra jihatdan xato emas buni. Lekin baribir bu unchalik diagonalni ko'p ham ishlatish to'g'ri emasda. Oldin tenglamani yaxshi tushungan odam bu diagonalni ishlatsa to'g'ri bo'ladi. Lekin tenglamani tushunmay turib diagonalni ishlatish, demak fikrlashdan to'xtatib shablonaga tiqib qo'yadi o'quvchini. Shuning uchun demak biz buni yana tenglama bilan ishlaymiz. Tenglamalar sistemasini tuzib. Demak 5-masala tarkibidan mis nitrat va kumush nitrat bo'lgan 100 ml eritmani 4825 sekund davomida 0,8 amper tok kuchi bilan elektroz qilinganda har ikki metalldan hammasi bo'lib 2,4 gram ajralib chiqdi. Boshlang'ich aralashmadagi tuzlarning konsentratsiyasini aniqlang. Demak ana endi nima deb olamiz? Demak A ga x mol ajralgan bo'lsa, demak mis, demak y mol ajralaymiz. Demak dastlab, demak kumush passiv bo'lgani uchun ajraladi, keyin mis ajraladi. Demak birinchi tenglama, ularning massasi qancha bo'ladi? 2,4. Demak 108x plus 64y teng bo'ladi nechiga? 2,04 ga. Endi ikkinchi tenglama zaryadlarni tenglashtirib topishimiz kerak bo'ladi. Ana endi quv tashqi zanjirdagi zaryad nimaga teng bo'ladi? 4825 ko'paytirilgan 0,8. Demak bu ham barobar 3860 kulon bo'lar ekan. Endi quv kumush uchun, Ag uchun sarflangan zaryadni hisoblaymiz endi. Bu moli qancha edi buni? X mol edi. Demak ion zaryadi 1 ga teng. Ko'paytirilgan 96,000 nima bo'ladi? 500 bo'lib qoladi. Endi quv demak mis uchun ajralgan, sarflangan zaryad hisoblaymiz. Quv mis. Teng bo'ladi. Demak moli y, ion zaryadi 2 ko'paytirilgan 96,500. Demak mana bu jami zaryad ana bunga tashlanajak zaryadga teng bo'lib qoladi. Demak bilan tenglashtirib olamiz endi. X ko'paytirilgan 96,500 plus 2y ko'paytirilgan 96,500 barobar bo'ladi mana bunga 3860 ga. Demak bilan qisqartirib yuborsak, demak x plus 2y barobar bo'ladi 0,04 ga. Xo'sh, bu tenglamani yozamiz endi. 108x plus 64y barobar bo'lib qoladi 2,100 4 ga. Demak buni 164 ga ko'paytirib, 32 ga ko'paytirib, buni ayirib yuborib yoki 108 ga ko'paytirib, endi shu tenglama ishlagan vaqtimizga endi oddiy tenglama bo'lib qoladi. X barobar 0,01 bo'lib qolar ekan, y barobar 0,015 bo'lib qoladi buni ishlasak. Endi buni demak bu nima edi? Bu kumush edi bu. Demak x ni kumush deb olganmiz-da. Shuning uchun kumushni nimasini topsak, C M1 barobar bo'lib qoladi 0,01 bo'lingan
0.1. Demak bu barobar bo'lib qoladi. 0.1 malyar bo'ladi. Ikkinchisi SM2. Nima bilan 0.015 bo'lingan 0.1. Bu ham barobar 0.115 malyar bo'lib qoladi. Demak birinchisi 0.1 malyar ekan, ikkinchisi 0.115 malyar ekan. Tamom. Darslikning 5 ta masalasi bor edi. Shularni qayta ishlab tushuntirib berdik.